Assalomu alaykum hammaga, Letuning Uzbek kanalidan BMW semyorkamiz tayyor bo'ldi. Okalar, boyiga singan fara mana shu fara bo'ladi. Xo'p, okalar, buni farani shishasidan ochish shart emas, o'zini kesadigan joyda ochiladi. Undan keyin fara ziyonsiz bo'ladi. Zavat qolgan mashinani. Xo'p, bu farani biz polniy vassanayz qilib berdik. Ya'ni mana shu taraf polniy ishlamay qolgan. Endi bitta no tarafi shu ozgincha повреждение platada bo'lgani hisobiga ozgincha muammo bor. Ya'ni pavorotning tez bo'lib qolgan. Pavorotda bosganda avarenkani. Akalar qaranglar. Avarenkasida ishlayapti. Muammo shundaki, pavorotga ozgincha defekt beraveryapti. O'chir. Qisqasi, buni ham polni remont qilish kerak, keyin polni obzor qilamiz. Lekin atak mana shu holatda hozir ideal holatda. Farani vassanayz qoldi. Kimga LED va bilet xizmatlari kerak bo'lsa, Letuning murojaat qilasizlar. Gabaritini yo'q. Avarenkani bos. Cho'tdi. O'chir avarenkan. Sim ketdi hamgacha. Yo'q, ketdi bular. Ama tegidiga ham pashti umuman ko'rmayotgani yo'q bilan. O'tirib qarasa ko'rmayapti, tak klip qo'yganimizda pashti yo'qolib ketdi. Tepada ham ozgincha bor, dars sinib ketmaslik uchun qurilgan, u kir bo'lsa umuman bilinmaydi.